Trendiga kartoshkadan tayyorlangan ushbu salatni ko'rdim. Voy, tayyorlab ko'rmasam bo'lmaydi dedim. Asosiysi salat juda ham tez tayyor bo'lar ekan va juda ham ko'p ham mahsulot ketmas ekan. Kartoshkalarimizni yuvib, qopariga kesib olib, muzdek suvda chayvolar ekanmiz. Muzdek suvda chayvaganimizdan keyin salfetkada quritib olamiz. So'ngra kartoshkalarimizni qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Ortiqcha yog'larni quruq salfetkada qoldiramiz. Endi bir donagina shirin bulg'orini to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz mayda qilib. Qizil piyozimizni ham yupqa parak qilib, yarmoy shaklda to'g'rab olamiz. Piyozimizni ortiqcha achchiqlari chiqib ketish uchun muzdek suvda chayib olamiz va salatimizga qo'shamiz. Bir dona pomidorimizni ham to'rtburchak shaklda to'g'rab salatimizga qo'shib yoramiz. Endi salatimizga ko'katlardan mayda to'g'ralgan kashnich va ukrop qo'shamiz. Kattaroq shaklda to'g'ralgan ko'k piyozimizni ham qo'shib yoramiz. Tabga ko'ra tuz, murch, paprika va ozgina limon suvidan solib salatimizni aralashtirib olamiz. Mazali salatimiz tayyor bo'ldi. To'g'risini aytsam juda ham sochni chiqargan. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Oling siz ham salatimizdan yeb ko'ring.